Ertalab soat 8 men Monster restoraniga tashrif buyurdim. Xudo xohlasa ishlar avjida ketyapti. 2 yoki 3 haftada ochilish bo'ladi. Ochilish kuni mana u oq legendarni mashinada o'rnida sizni mashinangiz turadi. Qudag'ay orqasida bagajida bir 20 ta 30 ta telefon bilan. Mana o Telegram kanalimga o'tgan, obuna bo'lgan insonlarning ichida mashin va telefon sovg'a qilaman deganman. O'sha gap hali ham kuchida. Siz shuning uchun hozir mana Telegramga o'ting, obuna bo'ling. Ochilish kuni mana shu yerda sizning avtomobilingiz turadi. Xalqning ichida mana shu mashinni va telefonlarni o'z egalariga topshiradi Monster Alpomish, ya'ni men. Sizlarga bo'layotgan jarayonlarni ko'rsataman. Xudo xohlasa juda ham tezlik bilan tez kunda bizning restoran ishga tushadi. Sizning tug'ilgan kuningiz bo'ladigan xonachani atmosferachasini qarang. Stullar, divanlar, qarang, lyustralar boshqacha. Bitta like bosinglarki maksimalni tarqatib Telegramga o'tib obuna bo'linglar. Jar